Ayol kishining qazo ro'za va nafl ro'za tutishi haqida. Savol. Assalomu alaykum. Ramazonda tutolmay qolgan ro'zasining qazosini yana bir Ramazongacha tutolmagan bo'lsa, qanday qilish kerak? Ayol kishi Ramazonda namozsiz bo'lib qolgan kunlardagi ro'zasini to'liqlab tutib bo'lolmagan ahvol ostida Shavvol oyining chiqib ketishidan ansirab, Shavvolning nafl ro'zasini tutsa bo'lamdi yoki cho'qim avval farz ro'zasini to'liqlab tutib, andin nafl ro'zasini tutish kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bir kishi Ramazonda o'zir bilan bo'lsin yoki o'zirsiz bo'lsin, farz ro'zani tutolmagan yoki buzayotgan bo'lib, uning qazosini qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, ro'za hayitning 2-kunidan boshlab kelar Ramazon kelib bo'lguncha bu ishga aldirishi, hargizmi sal qarab kechiktirmasligi lozim. Chunki inson uning qazosini qilib olmasdan o'lib ketib qolsa, bo'ynida ado qilinmagan farz qolgan bo'ladi. Ammo yana bir Ramazon kirgicha kechiktirsa gunoh bo'lmaydi. Hazrati Aisha radhiyallohu anha qazo ro'zalarini Sha'ban oyida tutgan. Abu Salama mundaq degan: "Men Aisha radhiyallohu anhaning mening Ramazonda tutolmagan ro'zalarim bo'ladi. Sha'ban oyi kelgandila, andin u kunlarning qazosini tutalaydim" deganligini anglagan. Yahya aytadi: Aisha radhiyallohu anhaning Sha'ban oyidan boshqa vaqtda ro'zaning qazosini qilolmasligiga sabab Rasulullohning ishlari yoki Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan mashg'ul bo'lganlikdandir. Farz ro'zaning qazosini tutish farz bo'lg'achqa, farzni qo'yib turib nafl ro'za tutish oqilona ish bo'lmaydi. Buningga asosan Ramazondan qolgan ro'zasini tutib bo'lib, andan fursat bo'lsa Shavvol oyida nafl ro'za tutadi. Said ibn Musayyab Zulhajjining avvalgi 10 kunida ro'za tutish haqida so'z qilib, Ramazonning qazosini o'rindab bo'lmoqcha u kunlarda ro'za tutish yaxshi bo'lmaydi degan. Yana bir Ramazon kirgicha burungi Ramazonda tutolmagan ro'zaning qazosini qilmagan bo'lsa, ba'zi olimlarning qarashicha 2 Ramazondan keyin qazosini qilish bilan billa fidya to'laydi deb qaragan. Ya'ni bir bechoraga 1 yoki 2 vaqt tamoq olib bersa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi bo'lib, bular Abu Hurayra ibn Abbas radhiyallohu anhulardan kelgan rivoyatlarga tayangan. Yana bir qism olimlar qazosini qilsalar kifoya, fidya to'lamasimi bo'ladi deb qaragan. Bu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarishidir. Tabiinlardan Ibrohim Ramazon ro'zasining qazosini kelar Ramazon kelguchilik kechiktirgan odam har 2 Ramazonni tutadi degan va u odamga tamoq fidya berish vojib emas deb qaragan. Imom Buxoriy mundaq deydi: Janobi Alloh tamoq fidya berishni demagan, faqatla tutolmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin degan. Buningga asosan uning cho'qim qazosini qilish kerak. Ammo fidya berishga kelsak, bersa afzal, bermasa hech gap yo'q. Chunki bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan hech bir ko'rsatma kelmagan. Sani ma'lum bir qancha kun tutolmagan bo'lsa, shuncha kun qazosini qiladi. Ammo qancha kun ro'za tutolmaganligida yoki qancha kunni buzayotganligida shak qilib qolgan taqdirda ko'ngli xotirjam bo'lish uchun mumkin qadar ko'proq ro'za tutsa yaxshi. Bir qancha kun orqa-orqadan tutolmagan yoki buzayotgan bo'lsa, bu kunlarning qazosini qilganda orqa-orqadan tutish kerak emas. Balki bir kun tutib, bir qancha kun o'tkazib o'tib, andan yana bir kun tutsa bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning tutolmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin degan oyatiga asosan qazo bo'lgan kunlarning ro'zasini o'zib aralab tutsimi kerak yo'q degan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 94-numurliq fatvo.